Voy asalim, ishlaring o'xshamayaptimi? Pul kerakmi? Menga aytmaysanmi? Yordam beraman-ku, jonim bilan yordam beraman-ku. Sochlaringni qaragin, chiroyliligini, tabiiy go'zalsan. Ha, Rossiyada ish bor. Agar xohlasang borasan, zo'r ish. Atrofingda begonalar bo'lmaydi, o'zbeklar bo'ladi-da, qiynalmaysan. Kerakli pulni ishlab olgandan keyin tez qaytib kelaverasan. Borasanmi? Ha, boraman. Aha, bo'ldi unda. Bo'ldi, ishlaringni o'zim hal qilaman. Yo'l xarajatlaringga ham o'ylamagan, xo'pmi? Hammasi o'zim hisobimdan. Bo'lsa senga bo'lsin deyman-da, singiljonim. Yes, o'xshadi. Tushunmadim, meni nimada ayblayapsizlar? Nahotki shunaqa ayolga o'xshasam, bu yosh qiz bo'lsa, halol mehnat qilgani, oilasiga yordam bergani ketyapti, tushundinglarmi? Mana shunday so'zlar bilan 22 yoshli qizni Rossiyaga fohishalik qilish uchun olib ketayotgan ayol aeroportda qo'lga olindi degan xabarlar keng tarqaldi. Toshkent viloyatida Qibray tumani ichki ishlar bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati hududiy bo'linmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan tezkor tadbir davomida Angren shahrida yashovchi 1971-yilda tug'ilgan ayol oson pul topish maqsadida o'ziga tanish bo'lgan 2003-yilda tug'ilgan qizni aldab, mo'may daromad topishga ishontirib, Toshkent xalqaro aeroporti orqali Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga fohishalik uchun olib ketayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlangan. Aniqlanishicha, ayol va 22 yoshli qizning Rossiyaga borish uchun yo'l haqi va boshqa xarajatlari Rossiyada yashovchi Zulya ismli ayol tomonidan qoplangan. Buning evaziga qiz keyinchalik fohishalik bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan. Xabarlarda aytilishicha, ayol qizni yetkazgani uchun Zulyadan ma'lum miqdorda haq olishga kelishgan. Bizga ma'lum qilinishicha, hozirda ushlangan shaxsga nisbatan Qibray tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 135-moddasi odam savdosi 2-qismi A, Z bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. qiz o'stirayotgan ota-onalar ogoh bo'ling. Farzandlaringiz mana shunday yolg'onchi firibgarlarning firiblariga aldanib, yosh umrlarini xazon qilib qo'ymasin. Bu voqea barchaga dars bo'lishi zarur. Jinoyatchilar esa albatta o'z jazosini oladi.